Assalomu alaykum hammaga. Bugungi obzorimizda Ariza 8 gibrid. Keling, ko'rsatib o'taman tanishtirib avtomobilimizni. Kamerasi 360, hamma joyni snimash qiladi. Disk objemi 18 bo'ladi. Keling, ko'rsatib o'taman. Salonni sizga. Salonni ko'rishingiz mumkin. Har xil podsvetkalari bor. Rul obogrev, sidenья obogrev, obduvlari bor. O'zingizga juda ham qulay qilib moslab olishingiz mumkin sidenьяni. Sidenyalarni pamять sidenyasi bor. Mana bu tarafda pamять sidenyalari bor. O'tirganingizda o'zingizga moslashtirib olishingiz mumkin. Agar sizdan tashqari kimdir o'tirsa, pamять sidenyani bossangiz, o'shanda sizga moslashadi avtomobilimiz. Ko'rishingiz mumkin. Salonlari juda ham chiroyli qilingan, eko ko'jadan qilingan. Keling, orqalarini ham ko'rishingiz mumkin. Orqalari ham juda ham katta qilingan avtomobilimizni. Passajirskiy sidenyalari ham, obduv sidenya obogrevlari ham bor. Keling, ko'rsatib o'taman bu yoq taraflarini. Ikki xil motori bor. Buni gibrid qismiga o'tkazishingiz mumkin, elektr qismiga, takже benzin qismiga o'tkazishingiz mumkin. Juda ham rullari qulay, ruli ham eko ko'jadan qilingan. Ko'rishingiz mumkin, polosa udержаниялari bor, hamma narsalari bor bunda. Bu yoqlarida ko'rishingiz mumkin. Подлокотниклар, ikkita podstakanniklari bor, ochiladi, также yopiladi. Ikkita беспроводной зарядкасы bor bu yoqda. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda shunaqangi juda ham katta xolodilniklari bor o'zini. Bu avtomobilimizni eng zo'r qulayligidan biri. Mashinani zavod qilmoqchi bo'lsangiz, siz buni remenini taqasiz, mashina o'zi zavod bo'ladi. Mana avtomobilimiz zavod bo'ldi, lekin hech qanaqa ovoz, shum chiqmayapti, chunki avtomobilimiz shunaqa elektr rejimda bo'lganda ovoz chiqazmaydi. Buni yana bir zo'r qulayliklari, o'zini zavodskoy освежителлari bor, ko'rishingiz mumkin. Подождите. Mana 3 xil o'zini zavodskoy освежители bor, ya'ni konditsionerni yoqqaningizda, buni konditsionerini yoqqaningizda o'zini 3 xil hidi keladi. Bu yoqdan ko'rishingiz mumkin. Mana yoqasiz konditsionerni, sidenyalari, mana obduv, obogrevlarini yoqishingiz mumkin. Mana obogrev, obduvlari yoqiladi shu yerdan. Aromatlari bor. 3 xil освежители bor, ya'ni relaks, свежий, бодрящий hidlari bor. O'zingizga qulaylab, настроениеңizga qarab qo'yishingiz mumkin. Podsvetkamizni hozir sizga tushuntirib o'taman. Podsvetkamiz har xil bo'ladi. Xohlasangiz muzikaga xohlasangiz muzikaga yoki o'ziga moslashib qildirsangiz bo'ladi. Mana men sizga hozir podsvetkamizni ko'rsataman, ko'rishingiz mumkin. Mana har xil svet bo'ladi, o'zingizga moslab qanday qulay bo'lsa, xuddi o'shanday qilib olishingiz mumkin. Yon sidenyalari ham juda ham kenggina, o'tirganingizda mazza qilasiz. Keling, sizga bagajni ko'rsataman. Bagaji ham juda ham katta buni. Mana juda ham katta bagaj, 422 ob'yemli bagaj. O'zini zaryadkalari bor. Bunda kerakli narsalar ham bor. Ya'ni domkrat, o'sha avtomobil yo'lda sizga kerakli bo'lgan narsalar hammasi bor. Bu avtomashinamizni rasxodini sizga aytib o'taman. Shaharning ichida tok 135 ta 40 ta ketkazadi, benzinda esa 7 ta 7,5 ta. Ketadi. Qarang, dizaynni eng zo'r avtomobillarimizdan biri deb hisoblayman. Bu eng zo'ri. Manzilimizni sizga tushuntirib o'taman. Cherry Adamas avtosaloni Geofizika yo'lidagi Emir restoranining to'g'risida joylashgan. Kelishingiz mumkin. Barchangizni kutib qolamiz.